Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Samsung A23 telefonimiz polot rejimi xira bo'lib yonib, antenna chiqmay qoladi. Bunda pastki platani almashtirsa ham ishlaydi. Lekin pastki platani almashtirishga shoshilmang. Buni almashtirsangiz, agar Xitoyni qo'yib qo'ysangiz, bunda antenna slabi bo'lib qoladi telefoningizda. Buni yo'li bor. Mikroskopda ko'ramiz. Ko'rinmadi. Mana bu joyda mikrosxema bo'ladi. Mana mikrosxema. Bu kleyda bo'ladi. Kleyni yaxshilab tozalab tashlab, buni ko'tarib turib, tagini tozalab boshqatdan qo'ygandan keyin xudo xolasa ishlab ketadi. Mana bu yerda ikkita oyoqcha bunga javob beradi. Mana shuni tagidan bunga kelgan. Mana shuni kleyni yaxshilab tozalab, bitta tagini tozalab turib, ko'tarib qo'yarsangiz, xudo xolasa boyagi narsa yo'q ketadi. Muammo hal, xudo xolasa. Ko'rinmadi. Mana bu joyda mikrosxema bo'ladi. Mana mikrosxema. Bu kleyda bo'ladi. Kleyni yaxshilab tozalab tashlab, buni ko'tarib turib, tagini tozalab boshqatdan qo'ygandan keyin xudo xolasa ishlab ketadi. Mana bu yerda ikkita oyoqcha bunga javob beradi. Mana shuni tagidan bunga kelgan. Mana shuni kleyni yaxshilab tozalab, bitta tagini tozalab turib, ko'tarib qo'yarsangiz, xudo xolasa boyagi narsa yo'q ketadi. Muammo hal, xudo xolasa.